Va nihoyat turib ham oldim. Yo, WhatsApp kamerani yoqamiz. Yo, WhatsApp guys. Sizlar bilan yana o'sha Fezojon do'stlar. Fezo's game xullas nima desanglar deb olaringlar. Men ismim xullas Fezo. Do'stlar, har doimgidek yana erta tong qanday reja qilishni bilmay turibman. Nimaga orqam g'alati. Men qaysi ammang qodir quloq meni bu yerga tashlab ketdi. Hali ham ekran chiqolmayapman. Nimaga ana bu yerda nima bor? Nimaga bu yer bunaqa? Nimaga meni uyim g'alati? Nimaga men? Voyda. Ular jiniga savlat o'tatamiz. Voy, seni emsin nimadir beringlar, menga nimadir qilay. Voydod. Men bu yerdan bekorga turibmanmiz. Nimaga siqilyapman? Nimaga siqilmayapman? To'g'rilar. Nimaga siqilishim kerak? Nimaga siqilmaslik kerak? O'zingni baq Fezo. Aqlingni ishlat Fezo. Fezo turqunga uray Fezo. Fezo o'zim yaxshi. Xullas birinchi o'rinda qiladigan ishimiz anavini ko'rish. Va bu albatta ana bunaqa nezir portal. Bu portalga endi nima qilish kerak? Menda baloyam yo'q-ku, qanday kiraman? Buni kim qurgan bo'lsa ham oyoqda qurganda, oyoqda. Shu prasatda. Endi men bu yerga qaysi qo'ltiq miyona deb tushib qoldim. Demak, men hozirda qiladigan ishim uyimni sindiraman. Uyim menga kerak. Sovuq bo'lsa ham nima qilaman? Menda bedrock bor ekan yo'q-ku. Menda bedrock bor. Men dunyoni qo'lga olaman. Bedrock'im bor. Xo'sh, buni nomlaymiz Sticks. Ning miyasi. Shunga ham birinchi darajaga kelaymi? Qaysi? Qo'ltiq boshqa. Uyim abzor qilaman. Menda eshik, bitta sham. Hop, uchta sham. Va to'rtta sham va to'rtta Musht balkim shu yerda bordir. O'qaymiz. Men Sticksman. Qolgani yo'q. Shu yerdan o't. Menga bergan tuzog'ing uchun. Boshqa ish bo'ladi deb yozilmaganmi? Ishon, Sticks kengsa bir uch olsam oyog'ingni sindiraman. Tushundingmi? Chunki bu yerda oyoqda qurgansan. Qura olmaysan. Men yo'q. Xullas do'stlar, shu yerdan o'tishim kerak ekan. Bu aslahalarni qo'yib turamiz. Menga ovqat kerak. O'zi qornim ochadim. Kichkinagina xatolik qornim ochmaydi deb qo'ydim. Endi ochadi. Endi albatta ochadi. Hech bo'lmasa hozir ko'rsatamiz. Och qornim och. Xullas, men bu yerga loyni buzibman. Loyni buzsam hayot etaman-ku, qaysi qo'ling singir qurgan. Menga top beringlar, men uni xoramini chiqaraman. O'sha qo'ling singirni oyog'ini topsa, nima deyapman? Xullas, ishni bilamiz. Jinnikatni narsalar qilishni bilamiz. F5 dan foydalanishni bilamiz. Demak, nima qilamiz? Mana shunday qilamizda. Keyin mana bunday qilib turib, jinimiz aytdim-ku. Xullas, endi bitta ish bo'ldi. Endi ikkinchi ish ana shu sondiqni olish. Lekin sondiqni qanday olishni men bilaman. Xo'p, men uyimni albatta buzishim kerak. Mayli, qilgan ishlaring uchun katta rahmat. Lekin uyni bekor quribsan. Bekor qurmabsan, yaxshi quribsan, malades quribsan. Men hozirgacha bu yerda qilib o'tirganman. Meni aqlim yetadi. Bunaqa albatta men shunchaki Sticksni qo'shib qo'ymayapman. Uni kanalda video chiqishi kerak edi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra video chiqmadi. Xo'p, qanday yasalardim bunday qilib turib. Narvonni topay, faqat
Makillab qoldim. Narvon mana shu demak yog'ochdan yasaladi. Yog'ochdan turib mana bu yerdan buni yasaymiz. Xo'p, va bir ikki o'qirish kerak. Ha, yer bu. Drit. Nima desanglar. Jalka. Xo'p, ana sekinlik bilan Stis oyog'ingga urak. Oyog'ingda qurganman bilaman buni. Men biloqman, bilib katta bo'lganman. Boyni bilaman. Endi mahallada Fezo biloq deyishadi. Otki men yigitni bo'lsam, nahotki biloq qo'ya olmasam, qo'ya. Men innovatsiya. Albatta innovatsiya boshqa narsa. Hop. Shu yerdan ocha olaman. Vamos. Tik. Shunday o'ylagan bo'lish kerak. O'sha tik. Miyasi to'g'ri. Miyasi yo'q-ku. Qanday ur? Mayli. Aniga tushmaymiz. Bunda ham bir kun kelib miya topilib qolar. Yana bitta jinniket savol. Men taxtalarni ishlatib yubordim, nimadan yuraman to'xtab. Ha. Bu yerga yozib qo'yamiz. Obuna bo'ling. Obuna. Men obuna ham yetadi. Obuna. Voy ketmayaptimi? Obuna. Yurmasam ketyapti kana. Yomon bo'lmasam. Obuna eslatyapti-ku, obuna bo'linglar. Nima yuraysiz qaslar? Eslatish shartmi? Voy, nima qildim? Voy! Telefonim qo'shilmayapti o'zimga. Alvaslar kirib. Yo'q, men labam suv. Men endi qanday chiqaman, miyam yuray. Ha, kichkina uzilish, zato men tepadaman, muhimi tepadaman. Boshqasi ham bo'lishi mumkin, lekin men tepadaman. Muhimi shu. Xo'p, endi biz qiladigan ishimiz bu yoqqa suvni va bu yoqqa lavani qiladigan ishimiz xullas. Mana buni turib o'tgan safargi ko'rgan yo'q. Ko'rganlar ham ko'rmadim deb hisoblab qo'yinglar. Chunki bu bema'ni gap. Ultra bema'ni edi. Bema'ni. Gumonam bema'ni. Hoppa. Hoppa. Endi nima bo'ladi? Buni bu yerga. Menda futbolonta tosh bor. Xullas men shu futbolonta tosh bilan ana u yerga qurib boraman. Chunki men siqilib ketdim. Mana bu yerda o'ta olmayman. Jonga tegib ketdi-ku. Nimaga unaqa oyog'ingda qurgansan? Bu yerni 100% 2x qo'raman, shuning uchun gapirmayman. Xullas do'stlarimiz haqaga kirmoqchi. O'taman. Xullas do'stlar, videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.
Men videoni tugatyapman. Chunki men Stixning mana shu ahmoqona jinnike tuzog'idan o'tdim. Video olinyapti. Agar shunaqa kontentlardan ko'proq bo'lishni xohlasa, bu mak. Xullas shunaqa kontentlardan ko'proq bo'lishini xohlasanglar, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizlardan chiqmasin. Nomi hamma joyi Fezo Uz Game. Qani bo'lmasam, hammaga xayr, yoqimli har doim. Короче, tushundinglar-ku. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.